keyingi etap уже xiyonat savolidan ham og'riqliroq bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, xiyonatdan oldin ham sizga hayotingizda qandaydir bir savollar berilganda, siz ulardan kerakli bo'lgan xulosalarni olmaganligingiz uchun, kerakli bo'lgan darsni qabul qilmaganligingiz uchun sizga xiyonat berilyapti. Har doim sizni hayotingizga bir nimadir berilayotgan paytida birinchi bo'lib yengilroq variantda berilinadi. Xulosa qilishingiz uchun. Xulosa qilmadingizmi? Og'irroq variantda beriladi. Xulosa qilmadingizmi? Yana og'irroq variantda beriladi. Bor ko'ramizda shunaqalar. Yaqinlaringizda ham bordir. Turmush o'rtog'i xiyonat qilganligi uchun shu xiyonat yukini ko'tara olmasdan rak kasali bo'lib o'lib ketgan yoki shuni ko'tara olmasdan butunlay to'shakka mixlanib qolgan, depressiyaga tushib qolgan, o'lim yoqasiga qarab ketayotgan ayollar bor-ku bizning oramizda. To'g'rimi? Yaqinlaringizning ichida ham bordir. Siz tushuning, qovurilayotgan paytingizda siz butun taningizda men o'limni tanlayapman. Bu hayotda menda ma'no mazmun qolmadi. Meni butun ma'noyim, mazmunim erim edi. Meni butun ma'noyim, mazmunim erim bo'lganligi uchun ma'no mazmunim meni yuzimga oyoq qo'ydi. U menga xiyonat qildi. Endi meni hayotimda erimdan boshqa ma'no mazmun yo'q deyayotgan bo'lasiz. Lekin sizning hayotingizda ma'no mazmun faqat sizning eringiz emas. Ma'no mazmunini u shirinroq qilishga, sizni baxtliroq qilishga xizmat qilishi mumkin. Lekin bunday sizning hayotingizda ma'no, sizning hayotingizga mazmun beradigan insonlar ko'p-ku, tabiat bor sizning hayotingizga ma'no, mazmun beradigan. Qancha sizni og'riqlaringizni yutib chiqarayotgan keraksiz bo'lgan negativ energiyalaringizni, keraksiz nafasingizni chiqarib, sizni yana taningizni kerakli bo'lgan havo olish tizimi bilan ta'minlab beradigan tabiat bor-ku sizda. Nima uchun siz bor diqqat markazingizni, bor energiyangizni faqat xiyonat savoliga qaratib qo'yishingiz kerak. Faqat xiyonat savolidan aziyat chekishingiz kerak. Faqat xiyonat savoli bilan o'ralashib qolishingiz kerak. Demak, sizni hozircha boshqa qiziqishingiz yo'q. Demak, sizni hayotingizda hozircha boshqa ma'no mazmun yo'q. Demakki, siz baxtli bo'lishingizni, xursand bo'lishingizni, bu hayotda umuman qaysidir natijalarga erishishingizni barchasini eringizga bog'lab qo'ygansiz. Lekin siz hech kimga bog'lab qo'ymasligingiz kerakligini o'rganishingiz uchun, sizni hayotingizda sizni eringizdan boshqa ma'no mazmunlar ham borligini ko'rishingiz uchun sizga xiyonat savoli berilyapti. Va xiyonat savoli bu bo'ldi, все. Shu savol bilan faqat siz o'lib keting deb sizga berilmaydi. O'lib ket shu savol bilan deb berilmaydi. Xulosa qilsangiz yashaysiz, xulosa qilsangiz baxtli bo'lasiz, xulosa qilsangiz oldin shu xiyonat qilgan eringiz bilan his qilmagan hislarda, his qilmagan kayfiyatda yashashni boshlaysiz siz. O'tmishdan prosta tak uzilganingizda. Tasavvur qiling, hozir sizni qo'lingizga men bitta stakanda suv bersam yoki bitta kosada suv bersam yoki bitta laganda ovqat bersamda, mana shu ovqatni 24 soat ko'tarib turing deb aytadigan bo'lsam, siz u laganda 5 minut ko'tarib turishingiz mumkin, 10 minut ko'tarib turishingiz mumkin. 1 soatdan keyin sizda уже qo'llaringiz og'rishni boshlaydi. 2 soatdan keyin sizda уже taningiz og'rishni boshlaydi, shu qo'lingizda shu lagan turganligi uchun. Undan keyin siz butun taningiz og'rishni boshlaydi va nerealniy, что siz o'ylaganda 1 sutka ko'tarib turishingiz, ko'tara olmaysiz. Qanchalik yengil bo'lishidan qat'iy nazar, shunchalik darajada yengil bo'lgandan keyin ham baribir tashlab yuborgingiz keladi u narsani. Chunki dam olishingiz kerak, charchab ketasiz-ku. Siz mana shunday xiyonat yuki bilan yurayotgan paytingizda mana shu xiyonatni yukini, qopini orqangizga ortib olib, orqangizdagi yuk bilan birga hozir qaysidir joygacha kelyapsiz. Charchatadi-ku sizni. Agar sizni yukingizni ichida produkta bo'ladigan bo'lsa, u achishni boshlaydi, u sasishni boshlaydi. Achigan, sasigan produktda nima bo'ladi? O'zidan hid chiqarishni boshlaydi. Hid chiqargan narsa nima bo'ladi? Zaharli hid уже insonlarni zaharlashni boshlaydi. Xuddi siz ham mana shunday xiyonat yukidan aziyat chekib yurgan paytingizda o'zingizdan chiqayotgan nafas orqali ham, pishirayotgan ovqatingiz orqali ham, bolalaringizni kirini yuvish paytida ham, bolalaringizni emizish paytida ham bolangizga zaharni o'tkazasiz taningizdan.
ko'zga ko'rinmaydigan energetik zaharlarni o'tkazishni boshlaysiz. Va keyin mani bolam kasal bo'ldi, mani uyim yonib ketdi, pulsiz qolib ketdik, qarsiz qolib ketdik, hammasini siz xiyonat qilganligingiz uchun, bularni hammasi siz o'zingizni shunaqa tutganligingiz uchun, nafsingiz uchun, Xudodan qo'rqmaganligingiz uchun deb keyin eringizga osilishni boshlaysiz. Eringizga aybdorlik hissini osishni boshlaysiz-da. Ko'rib qo'y, sen shu narsani qilding. Bilib qo'y, sen shunday qilding. Sen qilmaganingda edi, biz bu kunlarga tushmagan bo'lar edik. Bu bilasizmi nimaga teng? Bitta qo'l bilan inson qarsoq chola olmaydi. To'g'rimi? Agar eringiz sizdan ham qandaydir bir to'lqin, qandaydir bir energiya chiqmagan paytda sizga xiyonat qilmagan bo'lar edi. Bitta qo'lim bilan men qarsoq chola olmayman-ku, bunaqa bo'lib chiqadi. Qarsoqda ikkitada bunaqa bo'lib chiqadi, baland chiqadi. Demak, siz ham bunga hissa qo'shgansiz. Demak, siz ham xizmat qilgansiz. Faqat siz aybdorlik his-tuyg'ulariga kirib ketmasligingiz kerak. Men erkaklardan nafratlanib yoki bo'lmasa meni ongim pastga tushib ketib, xiyonatga doir bo'lgan kinolarni, asarlarni ko'p ko'rganligim uchun, xiyonatda uchragan odamlarni muhokama qilganligim uchun, juda ham shunday insonlarni yomon ko'rganligim uchun, nafratlanganligim uchun, erkaklarni yomon ko'rganligim uchun menga shunaqa savol berilibdi. Erim shunchaki men uni qo'liga tutqazgan ssenariylarni aktyori xolos deb qarashingiz kerak. Rostdan ham hayotimizda bo'lib o'tayotgan har bitta holatlarni, vaziyatlarni aktyori faqat biz. Biz odamlarning qo'liga mana shu rolni men uchun ijro etib ber, bu rolni men uchun ijro etib ber deb tutqazamiz. Agar biz bu hayotda kimnidir qo'liga qandaydir rollarni tutqazmaydigan bo'lsak, bizni hayotimizda unday narsalar amalga oshmaydi. Afsuski biz ongli ravishda, ongsiz ravishda, o'zimiz bilmagan holatda mana shunday energiyalarni, mana shunday narsalarni o'zimizdan to'lqinlarni chiqaramiz va xiyonatga uchraymiz. Bilasizmi, yana qachon xiyonat qilishadi? Qachonki siz o'zingizdan oldinga hayotingiz markaziga eringizni qo'yib qo'ygan paytingizda. Ya'ni men hayotimda birinchi o'rinda erimdan keyin kimdir, men o'zim bilmayman, bir oxirgi o'rindaman deb o'ylagan paytingizda, bu o'zini juda ham qattiq yomon ko'rish, bu o'ziga hurmatsizlik, bu o'zini qadrlamaslik, bu o'ziga bo'lgan juda ham bir xunuk podxod hisoblanadi. Siz o'zingiz qadrlamasangiz, hurmat qilmasangiz, sevmasangiz, kim sizni hurmat qiladi? Kim sizni qadrlaydi? Hurmat his-tuyg'usi, sevgi his-tuyg'usi, mehr his-tuyg'usi sizdan boshlanadi va siz orqali eringizga o'tadi. Sizda bu his-tuyg'ular bo'lmasa, o'zingizni hurmat qilmasangiz, qarorlaringizni hurmat qilmasangiz, aytdingiz, qaytdingiz, aytdingiz, bajarmadingiz. Mana erta sportga boraman dedingiz, bormadingiz. Mana ertaga ko'ylak olib beraman o'zimga dedingiz, olib bermadingiz. Mana erta sanatoriyga boraman dedingiz, bormadingiz. Mana buni bajaraman dedingiz, bajarmadingiz. Nima bo'ladi bu paytda? Siz o'zingizni hurmat qilmayapsiz. Siz o'zingizni qadrlamayapsiz. Siz o'zingizni hurmat qilmaslik uchun, siz o'zingizni qadrlamaslik uchun millionlab sabablar sizni qo'lingizda turibdi degani. Va millionlab sabablar sizni qo'lingizda turgan paytida albatta turmush o'rtog'ingiz sizni qadrlamaydi. Kutmang undan osmondagi oy bo'ladigan bo'lsangiz ham. Turmush o'rtog'ingizni xiyonati eringizni o'zingizdan oldinga chiqarib qo'ygan edingiz, o'zingizni joyingizga tushirib qo'yish uchun hayotingizda sodir bo'ldi. Aksariyat xiyonat savoli bilan kelayotgan insonlarda, mijozlarimda har doim ko'rib chiqqan paytimizda erini o'zidan oldinga ideallashtirib qo'yib qo'ygan bo'ladi. Qirolni oldida qirolicha bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz xizmatkor bo'ladigan bo'lsangiz, xizmatkor er bo'ladi. Agar siz erim xiyonatkor deydigan bo'lsangiz, siz ham xiyonatchi degani-ku bu. Ya'ni siz o'zingizga xiyonat qildingiz, eringiz sizga xiyonat qildi. Siz o'zingizga xohishlaringizni amalga oshirishga bermadingiz, eringiz buni shunchaki sizning hayotingizda ko'zlaringizni kattaroq ochib qo'yish uchun,
sizni qalbingizga qaytartirish uchun, sizni bu narsalardan xalos bo'lishingiz uchun bu koordinatani, bu ssenariyda hayotingizda amalga oshiryapti. Xiyonatda har doim javobgarlikni o'zingizga oling. Eng birinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ha, rostdan ham men xiyonatga uchradim deb tan olishingiz. Ya'ni nima uchun, aynan men bilan, nima uchun, nimaga, kim bilan, qachon, qayerda degan savollarni to'xtatib qo'yish kerak bo'ladi. Ha, rostdan menga xiyonat qilishdi. Ha, rostdan menga men sevgan inson, men sevgan erim, men sevgan yigitim xiyonat qildi. Buni tan olish qanchalik og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, buni tan olaman, qabul qilaman. Rostdan men bilan shu narsa sodir bo'ldi desangiz, o'sha ichingizdagi ichki kurash to'xtashni boshlaydi. Odatda bilasizmi, inson xiyonatga uchragan paytida o'zi bilan o'zini ichida ichki kurash boshlanadi. Ya'ni bu kurash nima uchun? Men hali uni ko'zga ko'rsataman, kimligimni bildirib qo'yaman, menga qiladimi bu, uni qiladimi? Hamma narsa o'sha negativga xizmat qilaveradi, negativga xizmat qilaveradi, negativga xizmat qilaveradi. Taningizdan chiqadigan energiya oqimi, men birinchi darsda tushuntirib berdim, insonda aura poliya maydonlari bo'ladi deb. Aura maydon poliyasi butunlay faqatgina bor energiyangiz xiyonatga yo'naltiriladi-da, xiyonatning kanalidan siz o'sha oziqlanish olishni boshlaysiz va undan oziqlangan saringiz sizni tanangizda o'sha kasalliklar boshlanishni boshlaydi. Siz o'sha hech nimadan qoniqmaydigan, hech nimadan baxtli bo'lmaydigan bir baxtsiz, tushkun o'tmishda qolib ketayotgan insonga aylanib qolasiz. Ha, rostdan ham meni o'tmishimda shu narsa sodir bo'ldi. Qanchalik bu og'riqli bo'lishidan qat'iy nazar, tan olaman buni, qabul qilaman. Rostdan men bilan sodir bo'ldi. Demak, men shu narsalarni noto'g'ri qilgan ekanman, shu joyida menda bilim yetmagan ekan, menda shu narsa sodir bo'ldi desangiz, bu o'sha keyingi etapga chiqishingizga xizmat qiladi. Bilasizmi, ko'p ayollar yillar mobaynida xiyonat savoli bilan kurashib kelishadi. Nima uchun, yana qilarmikin, nimaga, aynan men bilan, qachon, qayerda, yana kimni topib oldi, yana kimni topib olar ekan, bu o'zi barnik, buni o'zi turgan bitgani shu. Yo'q unaqa inson. Siz qanaqa deb nom bersangiz, mana shunday nomingizni bajarib beruvchilar bor. Ya'ni har doim siz odamlarning qo'liga tutqazasiz. Mana shu rolni menga qoyilmaqom qilib o'ynab ber. Shunaqa darajada qoyilmaqom qilib o'ynab berki, hattoki meni o'zim unga ishonay shunaqa ekanligiga. Hattoki meni o'zim uni ichiga kirib qo'rilib o'ynab ketay. Buni natijasida yoki men kasal bo'lib o'lib ketay, yoki qo'rilmasdan buni sevgi bilan qabul qilib qo'yib yuboray deb siz ssenariylarni odamlarga berasiz. Bizda odamlarga ssenariylarni berish imkoniyati bor ekan, ixtiyoriy vaqtda ssenariylarni o'zgartirish imkoniyatimiz ham bor. Sizda hozirgi paytda sizni bor quvvatingiz eringizni xiyonat qilganiga oqib ketayotgan bo'lsa, siz shu oqim energiyasi bilan oziqlanyapsiz degani. Ya'ni agar daraxtni tagiga har kuni siz toza suv qo'ysangiz, u daraxt qanaqa rivojlanadi? Siz unga balchiqli suv qo'yadigan bo'lsangiz qanaqa bo'ladi? Balchiqli suvdan suv qo'ysangiz, daraxt o'zi ko'karmasdan qoladi. Daraxt o'ziga kerakli bo'lgan suvni ololmay qoladi va daraxt rivojlanmasdan sekin-sekin qurishni boshlaydi. Toza suv qo'ygan paytingizda esa daraxt ko'rkamlashishni boshlaydi, go'zallashishni boshlaydi, daraxt ildizlari kuchayishni boshlaydi. Chunki siz unga sog'lom muhit yaratib beryapsiz. Ikkinchi daraxtga siz yomon muhit yaratib beryapsiz. Mana shu narsalarning hammasi sizni o'zingizga agar o'zga o'giradigan bo'lsangiz, siz har kuni o'zingiz xiyonat savoli bilan, xiyonat yuki bilan oziqlantiryapsiz degani. Bo'lib o'tib ketgan holat uchun hozir siz mazza qilishingizga yo'l bermayapsiz degani. Tak, nima qilamiz bunday holatlarda? Daftar tutasiz. Bitta 12 varaqli daftarli va 12 varaqli daftarga eringizga aytgingiz kelgan hamma narsani daftarga yozishni boshlaysiz, o'qimaysiz. 21 kun mobaynida buni bajarishni boshlaysiz. Keyin men sizga beradigan vazifa, yostiqni olasizda, yostiqqa sen menga xiyonat qilganliging uchun men seni yomon ko'raman, ko'rgani ko'zim yo'q. Menga ham xiyonat qilasanmi? Meni sen kim deb o'ylayapsan?
nima gapingiz keladigan bo'lsa, keladigan gaplaringizni barchasini yozishni boshlaysiz. Barchasini yozishni boshlaganingizdan keyin, yozish emas, uzr, yostiqqa urishni boshlaysiz-da, chiqarasiz o'zingizdan. 21 kun buni qilasiz, shunaqa darajada yengillikni his qilishni boshlaysiz. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ha, rostdan men bilan shu narsa sodir bo'ldi, rostdan bo'ldi, tan olaman. O'tmishimda bo'ldi bu. Xo'p, tan olaman. Bu holat, bu vaziyat nima uchundir menga kerak bo'ldi. Endi bundan keyingi men o'sha boshqacha yo'l bilan o'sishni, rivojlanishni tanlayman. Menga shart emas endi xiyonat savoli. Men o'sha xiyonatsiz savol bilan ham oldinga o'sishimga, rivojlanishimga ruxsat beraman deb takrorlaysiz. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan ish, o'zingiz yaxshi ko'rgan hobbi bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Nimani o'zingizga va'da berib, berilgan va'dani amalga oshirmayotgan bo'lsangiz, oshirishga qiynalayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu narsalarni birin-ketin hayotingizda amalga oshirishni boshlaysiz. Mana shunda siz o'sha xiyonatdan keyin o'zingizga yordam berasiz. Shu vazifalar bilan ham siz o'zingizga yordam bera olmayotgan bo'lsangiz, kuchingiz yetmayotgan bo'lsa, individual konsultatsiyalarda olishingizni maslahat beraman. Chunki u chuqurroq ketadi, aynan o'zingizni programmangiz bilan birga ketadi. Siz o'zingizga yordam berishingiz kerak. Yillar mobaynida yukni, muammoni o'zingizni orqangizda xalta xurjun qilib osib yurishingizga arzimaydi. U narsani prosta tashlab joyida qoldirib, undan buyog'iga baxtli bo'lishni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Keyin har kuni har bitta narsani his qilib yeyishni, his qilib ichishni boshlang. Quyoshni his qiling, tabiatni his qiling, nafas olayotgan paytingizda olayotgan nafasingizni his qiling. Bor his-tuyg'ularingizni his qilayotgan narsalaringizga ahamiyat bering. Qushni sayrashlarini eshiting, gullarni go'zalligini tomosha qiling. Shunaqa chiroyli sayrayapti. Nima deyayotgan bo'lishi mumkin? His qiling qushlar nima deyayotganligini. Quyoshga qarang, quyoshni iliqligini his qiling. Shamolni shabadasini his qiling. Yoqqan qorni, yomg'irni his qiling. Ular sizga nima demoqchi aslida? Siz xiyonat savoli bilan o'ralashib qolgan paytingizda afsuski tabiatni ham his qila olmay qolasiz. Ongingiz torayib ketadi. Ko'ra olmay qolasiz. Shunday yaxshi narsalarni, shunday baxtdan o'zingizni bebahra qoldirishni boshlaysiz-da. Qanaqa qilib siz bu narsalardan o'zingizni bebahra qoldirishingiz mumkin? Bularni barchasi sizni rivojingiz uchun-ku. Bularni barchasi sizni his-tuyg'ularingizga yashashingizga, o'zingizni tabiiy his-tuyg'ularingizga qaytishga, asillik genlaringizni uyg'otishga xizmat qiladi. Choy ichayotgan paytingizda ham choyni hidini, mazasini his qilib ichishni boshlang. Biron bir joyga borayotgan paytingizda ham nima uchun boryapsiz, anglang uni. Har doim bu narsani men nima uchun amalga oshiryapman deb o'zingiz savol bering. Nima uchun aynan shu kiyimni olib kiygim kelyapti deb savol bering. Kiyim olib kiyayotgan bo'lsangiz. Chunki ba'zida bo'ladi, u kiyimni siz o'zingiz uchun emas, atrofdagi insonlarga ko'rsatib qo'yish uchun olib kiyayotgan bo'lasizda. Undan sizga o'sha ma'no yo'q. Unda siz o'sha energiyani ola olmay qolasiz. To'g'ri energiya sizni taningizda tarqamasdan qoladi. To'g'ri energiya sizni taningizda tarqalishi uchun his-tuyg'ularga ahamiyat berishingizni boshlang va bugundan boshlab ayting. Qurbon hayoti men uchun yakunlandi. Xiyonatga uchragan qurbon obrazi men uchun bugun yakunlandi. Va bundan buyog'iga men bu savollarsiz, xiyonat savolisiz qanday qilib yashash kerakligini bilaman. Shunaqa darajada baxtli bo'layki, shunaqa darajada xursand bo'layki, xiyonat savoli meni o'zi tark etib ketsin. Meni tanamdan, ongimdan butunlay chiqib ketsin deb takrorlang. Bu ham sizni taningizda sizga shu kungacha xizmat qilgan xiyonat savoli sizni tark etishiga yordam beradi. Hech kimdan kutmang. Yana qaytadan aytaman, chunki kutgan paytingizda
siz kutgan narsangizni ololmagan paytingizda yana tushkunlikka tushib qolishni boshlaysiz, yana xafa bo'lishni boshlaysiz, energiyasiz qolishni boshlaysiz. Tushkunlikdan chiqishingiz uchun siz o'zingizga o'zingiz yordam berishingiz kerak. O'ziga o'zi yordam berish, o'zingizni o'zingiz yosh bolani siypalaganchalik silab siypalab, o'zingizga o'zingiz shu vaziyatga biz tushdikda, har bitta vaziyatdan chiqish imkoniyati bor deb takrorlang. Har bitta odamda qanaqa savol uni hayotiga berilingan bo'lsa, o'sha savoldan chiqish imkoniyati bor bo'ladi. Borligi uchun aynan sizga berilgan. Agar sizda unga yechim yo'q bo'lganida edi, sizga bu savol berilmagan bo'lardi. Demak, siz bu savolni yechib, bu savolni, xiyonat savolini hal qilib, keyingi etapga, keyingi bosqichga ko'tarilinasiz. Imtihon topshiryapsiz siz. Ya'ni bu imtihonga ko'ra siz vaziyat bilan qovurilib qolyapsizmi yoki imtihonni samarali topshirib, imtihondan o'tib, keyingi darajaga chiqyapsizmi? Hayotingizga beriladigan uspexlar, omad, baxt, bularni barchasi siz imtihonda qanchalik darajada topshira olishingizga qarab sizni hayotingizga berilinadi. Xiyonat savolini, xiyonat imtihoni sizga bilan topshirilindi, uni donolik bilan, donishmandlik bilan topshirib olishingizni har biringizga tilayman. Chunki bu siz o'ylaganingizchalik og'ir yuk emas, hozircha og'ir yukdir-da, sizga juda ham qattiq og'riq berayotgandir. Lekin bundan siz shu savolga uchradingizmi? Buni yechimi sochna sizda bor. Sizda yechim bo'lmaganda edi, Xudo sizga bu savolni, bu jumboqni bermagan bo'lardi. Jumboq kaliti sizda bor. Har bitta insonda bor u kalit. Ongingizni kengaytirib, o'z ustingizda ishlab, berilgan darslar bilan foydalanib, maksimal tartibda o'zingizga yordam berib, bu savolingizni hal qilib, bu savolingizni imtihonini chiroyli topshirib, keyingi vazifalaringizga o'tasiz. Bu hayotda atrofingizdagi hamma insonlarda qandaydir og'riqlar bor. Kimdadir xiyonat, kimdadir kasallik, yana boshqa insonda o'zini anglamaslik, yana boshqa insonda boshqa narsalar. Sizga demak xiyonat yuki tushibdimi? Siz bu yukdan xalos bo'la olasiz. Bu yukni, bu savolni bemalol hal qila olasiz degani. To'g'ri, hozircha bu savolni hal qilish sizga qiyin bo'lib ko'rinayotgandir. Balkim buni men umuman hal qila olmayman deb o'ylayotgandirsiz. Lekin ishoning, bu savolni siz hal qila olasiz. Rostdan menda shunaqa bo'ldi, rostdan men tan olaman desangiz, o'sha to'xtaydi va miyangizda keraksiz fikrlar o'ynayotgan paytida, miyangizda keraksiz fikrlar sizni chalg'itayotgan paytida oling daftaringizni, oling ruchkangizni, daftar ruchkaga o'sha miyangizdagi chalg'iyotgan, o'ynayotgan hamma informatsiyalarni yozishni boshlang. Bu sizni bu holatdan, bu vaziyatdan o'tib olishingizga yordam beradi. Sizni bir darajadan ikkinchi darajaga o'tkazib berishga xizmat qiladi. Ko'prik vazifasini o'taydi. Hozirgi paytda bilim ko'p, hozirgi paytda ilm ko'p, hozirgi paytda sizni qiynagan vaziyatlar bilan ishlash bo'yicha kodlar ko'p, inisiatsiyalar ko'p, meditatsiyalar ko'p. Ularni hammasidan foydalanib siz bu yukdan bemalol xalos bo'lishingiz mumkin. Lekin tushunishingiz kerakki, har bitta programma insonda tanasidan butunlay chiqib ketguniga qadar unga qanchadir vaqt kerak bo'ladi, uni ustida ishlash kerak bo'ladi. Albatta, bu savol bilan ham ishlab, o'zingizni qiynagan mana shu savolni ildizi bilan qo'parib, o'zingizni hayotingizdan olib tashlaydigan bo'lsangiz, siz baxtli inson bo'lishni boshlaysiz, ayollik vaqtiga qaytishni boshlaysiz va tushuning, siz agar xiyonat energiyasi taningizda turaversa, bu energiyani taningizdan chiqib ketishiga ruxsat bermasangiz yoki kuchim yetmayapti deb o'ylasangiz, sizni bor bo'lgan ayollik quvvat energiyangiz o'sha xiyonat kanalidan oqib boshqa tarafga ketadi va u sizni rivojlantirmaydi, u sizni o'stirmaydi, u sizni oldinga qutmaydi, u sizni faqat qoloqlashtiradi, u sizni kasal qiladi, u sizni baxtsiz qiladi, u sizni tushkunlikka, apatiyaga, stressga tushirib qo'yadi. Va stress, apatiya, baxtsizlik, kasalliklarning barchasi bu hayotda siz yashagingiz kelmayotganligini, o'zingizni hayotingizni boshqa insonlarga bog'lab qo'ygan ekanligingizni bildiradi. Hayotdagi hech bir holat sizni ko'z yoshlaringizga arzimaydi. Yig'lab o'zingiz ustingizda ishlashda davom etaverishingiz kerak. Ya'ni
vaziyatda og'riqda qolib ketmasligingiz kerak. Og'riqda qolib ketmasligingiz uchun men shu darsni o'zida ham sizga kerakli bo'lgan vazifalarni berib o'tdim. Bundan tashqari bizda amaliy terapiya seanslari ham beriladi. Ular bilan ham siz shug'ullanasiz. Demak, xiyonat savoli menda yakunlandi. Qurbon pozitsiyasini men tugatdim. Bugundan boshlab o'zimni hayotimni markazi o'zim turgan holatda o'zimni hayotimni butunlay o'zim oldinga ketishni bilamanman. Qanaqa qilib ketishni bilamanman. Bu savol meni hamma energiyamni, quvvatimni, tanamdan sug'urib olishiga qo'yib bermaymanman deb o'zingizga o'zingiz takrorlab turishingiz kerak. Mana shunda bu savolni hal qilib, siz bu savolni osonlik bilan yechimlarini topasiz. Xiyonat bo'yicha agar sizda qandaydir bir tushunmovchiliklar yoki savollar bo'layotgan bo'lsa, ularni albatta siz darsimizni 3 kun mobaynida eshiting. Berilgan vazifalarni 3 kun bajaringda. Shundan keyin ham sizda o'sha savolingizga javob topilmayotgan bo'lsa, savollaringizni guruhda yozib qoldirishingiz mumkin. Aynan shu mavzuimiz bo'yicha berilgan savollaringizni har birisiga javob beraman. Sekin-sekinlik bilan biz bu savolni hal qilamiz. Birdaniga o'zingizdan bu savolni hal qilinishini, bu savolni butunlay yo'q bo'lishini kutmang. Og'riq bilan kirgan sizga tanangizga bu energiya og'riq bilan chiqadi. Bor javobgarlikni siz o'z qo'lingizga oladigan bo'lsangiz, bu holatdan, bu vaziyatdan osonlik bilan siz chiqib ketasiz. Bundan tashqari yana bitta vazifa berib o'taman. Ikkita o'zingiz yoqtirgan qo'shiqlarni qo'yasizda, ikkita o'zingiz yoqtirgan qo'shiqlarga ixtiyoriy xatti-harakatlarni qilib o'ynaysiz. Ixtiyoriy xatti-harakatlarni qilib o'ynagan paytingizda ham sizni tanangizda sizga xizmat qilishi to'xtatilgan, sizga shu kunga qadar xizmat qilgan, bundan buyog'iga o'sha xizmat qilishni istamagan energiyalar chiqishiga zamin yaratib berasiz. Uyda o'ynaganingizdan keyin, yostiq bilan shug'ullanganingizdan keyin, negativlaringizni qog'ozga chiqarganingizdan keyin uyingizni 5 minutga oyna eshiklarini ochib, xonangizni tozalab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni xonani tozalashda, jismoniy tozalashni nazarda tutmayapmanmi, energetik taraflama havoni tozalab olasiz. Bu sizni shu holatdan, shu vaziyatdan yengillik bilan chiqib ketishiga yordam beradi. Turmush o'rtog'ingizga siz menga har doim xiyonat qilgansiz, xiyonat qildingiz, men uni kechira olmayapman degan so'zlarni aytmang. Sekin-sekin kechirishni boshlaysiz. Bu albatta birdaniga bo'lib qolmaydi. Sekin-sekin biz birgalikda bo'yin ustida ishlaymiz va kerakli bo'lgan natijalarga erishamiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Darsni yaxshilab eshitib chiqasiz. Bu dars ham 3 kunga sizga berilyapti. 3 kun berilgan darslarni eshitasiz. 3 martadan eshitasiz. Berilgan amaliy seanslarni 3 martadan eshitasiz va savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, guruhda yozasiz. Keyingi efirlarimizda ko'rishguncha sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman.